Ko'pchilik erkaklarning beradigan savollari spermani sifatini yaxshilovchi mahsulotlar, ya'ni uy sharoitida doimiy iste'mol qilib yurish mumkin bo'lgan ovqatlar yoki mahsulotlarni tavsiya qilishni so'rashadi. Xo'sh, agar sizga ham bu mavzu qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Hech qaysi tabiiy mahsulot bir kundayoq sizni kilolab yesangiz ham urug' sifatini yaxshilab qo'ymaydi. Chunki bitta spermatozoidning rivojlanishiga 2,5-3 oy vaqt sarflanadi. Shunday ekan, doimiy foydali mahsulotlarni iste'mol qilish sekin-sekin urug' sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishni boshlaydi. Lekin aynan bitta mahsulotni yesam urug'im ko'payadi, urug'im sifati yaxshi bo'ladi degan etalonni qabul qilib olmang. Xo'sh, birinchisi yong'oq. Uning tarkibida omega 3 va turli xil antioksidantlarning miqdori yuqoriligi sababli spermatozoidlarning harakatchanligi kuchayadi va uning sifati sezilarli darajada yaxshilanishi kuzatilgan. Ikkinchisi tuxum. Bu yuqori sifatli oqsil B12 va xolinga boy bo'ladi. Bu esa spermatozoidlarning paydo bo'lishi, ya'ni ko'payishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Uchinchisi yog'li baliqlar. Lasos, skrumbria yoki sardina kabi baliqlarni iste'mol qilish uning tarkibidagi omega 3 miqdorining juda ham yuqoriligi spermatozoidlarning membranasi va uning harakatchanligiga sezilarli ta'sirini ko'rsatadi. To'rtinchisi ruhga boy mahsulotlar, masalan, mol go'shti, qovoq urug'i va dukkakli mevalar. Bularning tarkibida sink juda ham yuqori miqdorda bo'ladi. Agar organizmda sink miqdori yetishmasa, ya'ni kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, sperma sifati sezilarli darajada o'zgarishi mumkin. Beshinchisi meva va sabzavotlar, ayniqsa sitrus mevalarini ko'proq iste'mol qilish uning tarkibidagi C vitamini sababli kuchli antioksidant effekt beradi va spermatozoidlarning oksidativ stress muammosidan xalos qiladi yoki buning oldini oladi. Xo'sh, bitta narsani unutmasligingiz kerak. Bu mahsulotlarni doimiy iste'mol qilish sizda har doim ham sperma sifatining kafolati degani emas. Biz sizga shunchaki eng yaxshi, eng foydali mahsulotlarni sanab o'tdik xolos. Agar sizda zararli odatlar yetarlicha ichish, chekish va boshqa zararli odatlaringiz, ortiqcha vazn va yondosh kasalliklaringiz bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda ularni zararli odatlardan voz kechish yoki kamaytirish va boshqa yondosh kasalliklaringizni tuzatishingiz va yoki me'yoriy holatga keltirishingiz talab qilinadi. Shunchaki ovqat yeb hamma narsani yaxshilayman degan xulosaga kelib qolmang. Agar sizda sperma sifatini buzilishi bilan bog'liq muammolar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qiling. Biz sizga aniq sababini topib, o'shanga ko'ra sizga kerakli tavsiyalarni beramiz.